Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi fanida metallarning ichki tuzilishi, metallarning kristallanish jarayonlari mavzusidagi ma'ruzani ko'rib chiqamiz. Ma'ruzamizda reja bo'yicha 5 ta savol berilgan bo'lib, birinchi savolda metallar haqida umumiy ma'lumotlar, ikkinchi savolimiz metallarning tuzilishi va bog'lanishi, uchinchi savolimiz metallarning fazoviy kristal panjaralari, to'rtinchi savolimiz metallarning allotropik shakl o'zgarishi, beshinchi savolimizda metallarning kristallanishini o'rganib chiqamiz. Metallar haqida umumiy ma'lumotlarni aytganimizda, dunyoda sanoatda ishlatiladigan metallarning 93% qora metallarni tashkil etadi. Barcha ishlab chiqarish jarayonlarida, mashina va mexanizmlarni ishlab chiqarishda asosan qora metallardan foydalanamiz. Shuning uchun har bir davlatning texnik tomondan rivojlanganligi qora metallarni qancha ishlatilganligi bilan ifodalanadi. Qolgan barcha metallar va ularning qotishmalari rangli metallar guruhiga kiradi. Rangli metallardan sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan mis, alyuminiy, magnit, qo'rg'oshin, rux, qalay va boshqa bir qancha metallarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Rangli metallar qimmat bo'lganligi uchun sanoatda iloji boricha ularni o'rnini bosa oladigan boshqa metallarning qotishmalarini ishlatishga harakat qilinadi. Yuqorida ko'rsatilgan rangli metallardan tashqari sanoatda xrom, nikel, marganets, molibden, kobalt, titan ham ishlatiladi. Bu metallar asosan asosiy metallarni xususiyatlarini yaxshilash uchun qo'shimcha metallar sifatida qo'shiladi. Masalan, wolfram, vanadiy, titan, kobaltlar qirqib ishlatiladigan metallarni tayyorlashda ishlatiladi. Yuqoridagi hamma metallar texnik metallar deb ataladi. Platina, oltin va kumush metallari nodir metallar turkumiga kiradi. Sanoatda va texnika sohasida eng ko'p va keng tarqalgan metal qotishmalar pishiq mashinasozlikka qo'yiladigan talablarga javob beradigan har xil xususiyatli bo'lishi talab etiladi. Oddiy rangli metallarning keng ishlatiladigan asosiy mis va alyuminiy bo'lib, ular elektr simlarini va boshqa detallarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Metalmas kimyoviy elementlardan sanoatda eng muhim rol o'ynaydigan metalmas elementlarga kislorod, uglerod, azot, vodorod, fosfor va oltin gugurt kiradi. Texnikada azotni birikmasi, ammiak gazi po'latni sirtini qismini qattiqlashtirish maqsadida azotlashtirish uchun ishlatiladi. Kislorod sanoatda metallarni payvandlashda va qirqib ishlashda, domna pechlarida va konverterli metal ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirish uchun ishlatiladi. Kremniy turli xil metal va qotishmalarni olishda ishlatiladi. Metallarning tuzilishi va bog'lanishi. Ma'lumki, konstruksion metallar, metal va nometal materiallar uzluksiz harakatdagi molekulalar, atomlar yoki ionlardan iborat bo'ladi. Ular fazoda turlicha joylashgan bo'lib, o'zaro bog'lanish xarakteriga ko'ra xususiyatlari ham har xil bo'ladi. Metallarning ichki tuzilishi rentgen nuri yordamida o'rganilganda, ularni tuzilishi asosan 3 xil turda bo'lishi aniqlangan. Bu turlari hajm markazlashgan ko'p panjara, yoqlari markazlashgan ko'p panjara yoki geksagonal panjara ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ularning xossalari har xil yo'nalishda turlicha bo'lib, bu xususiyatlariga anizotropiya deyiladi. Nometal, ya'ni amorf metallar, misol qilib olishimiz mumkin, shisha, yog'och, sopol idishlar, plastmassalar, yelim, kraska, shunga o'xshagan narsalarni amorf materiallar deyiladi. Atomlari, ularning atomlari esa fazoda tartibsiz joylashgan bo'ladi. Molekulyar bog'lanish. Bu bog'lanishda fazoviy kristal panjaralarning 3 tugunlaridagi molekulalar o'zaro molekulyar tortishish kuchlari hisobiga bir-biri bilan tortishib turadi. Ion bog'lanish. Bu bog'lanishda fazoviy kristal panjaralarning 3 tugunlaridagi ma'lum tartibdagi
joylashgan atomlar musbat va manfiy zaryadli ionlar joylashgan bo'lib, ular bir-biri bilan o'zaro tortishib turadi. Atom bog'lanishda fazoviy kristal panjaralarning uch tugunlaridagi atomlar joylashgan bo'lib, ular tortilish kuchlari hisobiga birikib turadi. Metal bog'lanish. Bu bog'lanishda fazoviy kristal panjaralarning uch tugunlaridagi metal atomlarining musbat ionlari joylashgan bo'lib, ular bir-biri bilan erkin elektronlar yordamida bir-biriga tortishib turadi. Metallarning fazoviy kristal panjaralari. Metallarning ichki tuzilishi, strukturasini o'rganishda rus olimlaridan biri bo'lgan Dmitriy Konstantinovich Chernov metallarning ichki tuzilishini o'rganib chiqib, shu metallar ichki tuzilishi to'g'risida quyidagi xulosaga kelgan bo'ladi. Metallarning kristallanish jarayoni ikki qismdan iborat bo'ladi deb aytib o'tadi u. Birinchi qismida kristal panjaralarning markazlari paydo bo'lib, o'sha markazlarda ikkinchi qismida u markazlardan kristallar o'sib chiqadi deb tushuntiradi. Metallarning fazoviy kristal panjaralari ko'pchilik metallarning asosiy 3 xil kristal panjaralarga ega bo'ladi. Bular yuqorida aytib o'tganimizdek, hajm markazlashgan ko'p panjara, yoqlari markazlashgan ko'p panjara va geksagonal panjaralardan tashkil topgan bo'ladi. Ko'pchilik metallar asosan 3 xil kristal panjaraga ega bo'ladi. Bular mana yuqorida aytib o'tgan hajm markazlashgan ko'p panjarada kristal panjarada 9 ta atom mavjud bo'lib, ularning 8 tasi ko'p panjarasining burchaklarida joylashgan bo'ladi. Mana uning rasmda ko'rinishi. Mana sxema ko'rinishi mana shaklda bo'ladi. Demak, bittasi ko'pning markazida joylashgan bo'ladi. Yoqlari markazlashgan ko'p panjarada mana bunaqa shaklda sxemada bo'ladi, bunaqa ko'rinishda o'zi fazada bo'ladi. Demak, uning atomlar soni 14 ta bo'lib, ularning 8 tasi ko'p panjaralarning katta burchaklarida, kristal panjaralarning 6 tasi esa yon tomonlarda, ya'ni har yon tomonda bittadan joylashgan bo'ladi. Heksagonal panjara, bunday panjarada 17 ta atom bo'lib, ularning 12 tasi 6 qirrali prizmaning burchaklarida, ya'ni 12 ta qirrasida joylashgan bo'ladi. Ikkitasi prizmaning ustki va ostki yoqlarining markazlarida joylashgan bo'ladi va 3 tasi prizmaning o'rta qismida joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda birinchi rasmda metallarning kristal panjaralarini heksagonal panjarasining ko'rinishi tasvirlangan. Heksagonal panjarada mana 6 qirradan iborat bo'ladi. 6 qirraning 6 burchagida yuqorida va pastda 12 ta atom joylashgan bo'ladi. Ularning ustki va ostki markazlarida 2 ta joylashgan bo'ladi va prizmaning ichida o'rtasida 3 ta atomdan iborat bo'ladi. Jami 17 ta atomdan tuzilgan bo'ladi. Metallarning allotropik shakl o'zgarishi. Metallarning allotropik shakl o'zgarishi deb o'sha metallarning yuqorida aytib o'tgan kristal panjaralarining bir turdan ikkinchi turga o'zgarishiga metallarning allotropik shakl o'zgarishi deyiladi. Yoki bu xossani allotropik shakl o'zgarishi, boshqacha qilib aytganda polimorfizm ham deb ataladi. Metallarning kristallanishi entropiya tizimda zarrachalarning joylashishini xarakterlaydi va temperatura ko'tarilgan sari entropiya ham ortib boradi. Bu jarayon bir tug'ma markazlardan o'sayotgan kristallarning bir-biri bilan to'qnashuvigacha davom etadi. Bu ta'rifni yuqorida aytib o'tgan olimimiz Dmitriy Konstantinovich Chernov berib o'tgan. 2-3 rasmda temirning sovutish egri chizig'i va kristal panjaralarning o'zgarishi tasvirlangan. Bunda o'sha allotropik shakl o'zgarishini ta'riflab berilyapti. Y o'q bo'yicha temperatura, ya'ni havo harorati, X o'q bo'yicha vaqt qo'yilgan. Bunda biz bilamizki, sof temirning erish temperaturasi 1539 gradusni tashkil qiladi. Shuning uchun ham temperaturani 1539 gradusdan yuqoriroq bo'lgan temperaturagacha qizdiriladi. Shundan keyin sekin sovitilganda bizga ma'lumki, sof temir 1539 gradusda kristallanishni boshlaydi. Mana shu 1539 gradusga yetganda temirning alfa strukturasi hosil bo'ladi va bunda hajmi markazlashgan ko'p panjara shaklidagi kristal panjara hosil bo'ladi. 1539 gradusdan to 1392 gradusgacha shu kristal panjara saqlanib turadi.
1392 gradusdan 911 gradus oralig'ida hajmi markazlashgan ko'k panjaraga aylanadi. Ya'ni bizda yoqlar markazlashgan ko'k panjaramiz endi yoqlar markazlashgan ko'k panjaraga o'zgaradi. Ya'ni bu jarayonni biz allotropik shakl o'zgarishi deymiz. Yoki yana ham sovutishni davom ettirsak 911 gradusdan 768 gradus oralig'ida yana boyagi yoqlar markazlashgan ko'k panjara shaklidagi kristal panjara endi yana boshqatdan hajm markazidagi ko'k panjaraga o'zgaradi. Lekin bunda farqi dastlab alfa temir bo'lgan bo'lsa, endi beta temirga aylanadi. Demak, agar biz sovishni yana ham davom ettirsak, pastga 400, 600, 200 gradusga sovib borganda o'sha yoqlar markazidagi ko'k panjara endi o'zgarmasdan qoladi. Xullas, qisqa qilib aytganimizda, metallarning allotropik shakl o'zgarishi deganimizda, metallardagi boyagi kristal panjaralarning bir turdan ikkinchi turga o'zgarish holatiga metallarning allotropik shakl o'zgarishi deyiladi va bu hodisa ikki holatda ro'y berishi mumkin. Ya'ni temperaturaning o'zgarishi natijasida hozir ko'rsatgan misolimizdagidek yoki bosimning o'zgarishi natijasida amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. 2-3 rasmimizda metallarning kristallanish jarayonlari tasvirlangan bo'lib, bunda 1-sekund, 2-sekund, 3-sekund, 4-sekund yoki oxiri 7 sekundda ko'ryapsizki, 7 sekund ichida metallimiz kristallanib bo'lyapti. Bu jarayonni o'sha rus olimi Dmitriy Konstantinovich Chernov shunday tushuntiradiki, demak, dastlab mana markazlar paydo bo'lyapti. Har joylarda o'sha metallardagi kristal panjaralarning markazlari mana keyin o'sha markazlardan demak kristallarni o'sib chiqishi davom etyapti va oxiri shu kristallar bir-biri bilan uchrashmaguncha bu jarayon davom etyapti. Ushbu kristallanishning tuzilishi daraxt shoxlariga o'xshaganligi sababli uni dendrit deb atagan. Shu boisdan ham ularga dendrit deb nom berilgan. Dendrit so'zining yunoncha ma'nosi daraxt shoxlari degan ma'noni bildiradi. 2-4 rasmimizda dendritning sxemasi tasvirlangan. Mana markazdan o'sib chiqqan kristalimiz turli tomonga qarab, turli tomonlarga qarab kristallar birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi kristallar o'sib borish natijasida dendrit holatiga keladi. 1878-yilda Dmitriy Konstantinovich Chernov metallarning kristallanish jarayonini o'rgandi va uni ikki bosqichdan iborat ekanligini aytib o'tdi. Bu bosqichlar, birinchi bosqichi o'sha kristal markazlarining paydo bo'lishi, kristallarning ikkinchi bosqichi esa o'sha markazlardan kristallarning o'sib chiqishini misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Kristallarning markazlarining paydo bo'lishini biz samolyotda uchib ketayotganimizda kechki holatda har joyda yonib turgan chiroqlarga o'xshatishimiz mumkin bo'ladi. O'sha chiroqlarga o'xshatgan boyagi markazlarimizdan ikkinchi bosqichda kristallar o'sib chiqadi va bu kristallarning o'sishi kristallarning bir-biri bilan uchrashmaguncha davom etadi deb tushuntiradi Dmitriy Konstantinovich Chernov. Shu bilan ma'ruzamiz tugadi. Hurmatli tinglovchilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelgusida uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar.